Dietadasiz, lekin vesingiz qotib qolgan ketmayaptimi? Unda bu kokteyl aynan siz uchun. Bizga kerak bo'ladi 1 dona kivi, 1 dona banan, qatiq yoki sut, 1 choy qoshiq toza asal. Qizlar, men qatiq soldim. Sut umuman icholmayman, shuning uchun qatiq soldim. Sut bilan qilsalaring rezultati zo'r bo'ladi. Hammasini masalliqlarni to'g'rab, blenderga solamiz. 1 stakan qatiq soldim. Sizlar обязательно sut solinglar. 1 qoshiq toza asal soldim. Hammasini birgalashib blenderga qo'ydim qizlar. Mazasi shunaqa bomba bo'ldi qizlar. Qilib ichib ko'rsalaring, meni duo qilasizlar inshaalloh. Buni och qoringa 2 stakan suvdan keyin zavtrakni o'rniga ichiladi. Obedda bitta suyuq ovqat issiq, kechqurun ujinga ham ichsangiz bo'ladi. Shunda vesingiz zo'r ketadi qizlar. Shunaqa zo'r retseptlarni ko'rish uchun albatta menga podpisatsiya bo'linglar.